Hurmatli yurtdoshlar, hozir shu masjidimiz qurilishina kerak bo'ladigan qurilish materiallarini ozgina sizlar bilan muhokama etib olamiz. Ya'ni nov qurilish materiallari kerak bizlarga. Bundan buonini o'zi ko'p narsa kerak. Aynan hozir nov kerakligini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Buning uchun ro'yxat etganmiz. Yana ko'rsatgan yerlarda novlar ketishini sizga aytamiz. Shu bilan shuni bolasini ham unutamiz. Bizlarga hozir nov materiallar kerak. Aynan shu qurilishimiz hozirgi dalniy momentda, hozirgi vaqtda. Hozir bizning ishimiz kerak bo'lgan materiallar dalniy moment. Şebin 40-60, 40-70 degandan 25 mashin kerak ekan. Shu hozir hisob kitob etib o'tiraylik-da. Bu 600 общий biza sho'rimizda stashkamizda 640 metr kub şebin kerak ekan. Shundan hozir gelip turibdi, bizlarda где-то 150 kubik gelip turibdi. Doshlarimiz yig'ilib turadi-ku. Shu xayriya hisob bilan berilgan doshlarimiz 600 nechadaysiz? 640 kub yetadi o'zi sho'ra. 640 kub 700 kub atrofida-da. Shunday deb olaveramiz zapas bilan. 740 yetishi kerak. Tabii 150 kubi kelib turibdi shuni. Hozir bizlara shunda halkımız yetkazib turibdi, Xudoga shukr. Hammasine katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yana bizlara 550 metr kub daş şöyle zapas qilishimiz kerak. Drenajchilar qurib o'zining ishini bitirinchimizda. Keyin yana Shebin 5 o'g'illikdan 4 mashin 100 metr kub kerak. Bu steshga kerak bo'ladi. Doshning ustidan nataka medaroq steshga kerak bo'ladi. Keyin sement kerak bo'ladi-da. Bu 36 tonna sement ham yetadi. Men hali quri narsani aytib turibman, shu steshga bo'ladiganini. Keyin gidroizolyatsiya bo'ladi. Yer to'ladi. Suvdan himoya etish uchun gidroizolyatsiyadan foydalaniladi. Chunki bu masjid mustahkam bo'lishi kerak. Shuning uchun poydevorni ham, yer to'lasini ham har taraflama o'ylab, mustahkam etib, quvvatlatib qursak, Xudo xolasa, masjidimiz ham quvvatli, zilzilalar ham bu dosh beradigan masjid bo'ladi inshaalloh. Keyin ana bizlara gidroizolyatsiya uchun bu yerda polizol 4 milimetrlik talşinasida qalınlık 4 milimetrlik polizol material var ekan. Men o'zim ham quruvchi emasman. Şöyle görüp, metib, qo'limizda kelgan yordamni berib degandan so'ng odamlar bergan iqsollarni hisob-kitob etib, to'g'ri yo'naltirib nov material kerak. Xullas tashkiliy ishlar, tashkiliy ishlar bilan zanimatsiya oldindan iloji boricha xalqqa murojaat qilamiz. Haqiqiy quruvchilar ham bor, shu yerda bosh-qosh o'tirgan. O'zi proyektda ishlab o'tirgan quruvchilar bor, quruvchilarimiz bor. Keyin ne bilan shug'ullanib bilgan homiylarimiz bor masalan. Ular bilan shug'ullanib ish qizg'in. Hozir aytib o'tiribmiz yana materiallarni. Bu основной maqsad bu narsani aytib o'tirganimizdan bu yerda xalqimiz bilib borishi kerak. Shaffoflik bo'lishi kerak. Açık hamma narsani ko'rib, bilib borsalar yaxshi. Hozir aytdim-ku bolam, nani? Masjidimiz kam deganda 300-400 yil turishi kerak. Ertang qurib, oq yuzli bo'lib, buni nega topshirishimiz, xalqimizga yana qaytadan topshirganda ichida xushu huzu bilan namoz o'qishi kerak. Hamma talablarga javob beradigan bo'lishi kerak. Shuni eng asosiysi shuni ko'rsatib berish. Ana keyin natadan bo'lsa, agar shunday homiylar chiqsa, shu o'zi yuragidan shunday yordam beraman degan insonlar chiqsa, shuning uchun aytib turibmiz. Yordamimizni yo'qdan emas. Lekin ayrim bir hozir buni aytib qo'yishimizga sabab gerek vajanam, gerekmeyecek vajanam ikkalavermasinlar degan maqsadda hozircha bizlar yo'naltirib turibmiz. Yo'naltirib turibmiz. Eksonach ko'nglida bor insonlarni nov eksonachni o'ylab yurmasliklari uchun yo'naltirib turibmiz. Hozir aynan shu vaqtda kelib bizlarga shu narsalar kerak. Agar shu narsalar bo'lmasa, tepaga gumbazlarning foydasi yo'q. Hozir fundamentni zakoniyat qatib qolishimiz kerak, zo'ratib mustahkam. Hozircha shu narsalardan agar nov bo'ladigan bo'lsa, shu qabul qilaveramiz, yordamni hamma rahmat aytamiz, Alloh rozi bo'lsin deymiz. Bilamiz, ishonamiz,
Shunday insonlar bor. O'zbekistonda aytibmiz-ku, bag'ri keng davlat. Og'izbirchiligi bor. Endi xalqimiz uchun yana qiziq bo'lgan narsa bu arxitektura rejalari. Umumiy oladigan bo'lsak, kartamiz yana tepadan olingan karta yana. Bu yerda ish o'rda tushadigan joyi bu masjidimiz yana. Masjidimiz tushadi. Inobanda hozir yani aytib o'tirgan tahoratxonamiz, yani dumpakni olib tashlab, o'sha yerda yani tahoratxonani quradilar, bu yerda xudo xolasa fontanni, favvorani qurib o'tadilar. Bunda esa masjidimiz orqa tarafida avtoturargoh bo'ladi. Endi buni 3D modelda ko'rsatib o'tiramiz. Undan oldin bunda yana sun'iy yo'ldoshda olingan karta. Yani Urganch yo'l banda ekan. Avvalgi Deski bansamiz inashi, hozir Baxmal Group tekstil bo'lgan. Yonida esa ina shu qizil bilan ko'rsatib qo'ygan hududda bizlarni xudo xolasa yangi Hazrati Eshonboy jome masjidimiz quriladi. Mana masjidimizni arxitektura rejasi. Agarlar qiziqqanlar bo'lsa, o'zlari ham ko'rishi mumkin. Agar hozir sizlarga video orqali ko'rsatib o'taman. Mana masjidimizning umumiy ko'rinishi shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu esa orqa tarafi. Bu oldi tarafi. Tahoratxonadan chiqib, to'g'ri shu yerdan xudo xolasa masjidga kiradigan eshik. Mana esa orqa tarafi. Bu orqa tarafdan chiqish eshigi, bu yerdan chiqib bu yerda xudo xolasa azon aytiladi. Bu yonbosh taraflaridan ko'rinishi. Mana shular yonbosh tarafdan ko'rinishlari. Yana sizlarga 3D modellarini ham ko'rsatib o'tamiz. Modellarini ko'rdingiz. Bunda esa ichki tarafini tuzilishi. Mana shu ko'rib turganingiz bu namozxona 500 kishilik va tashqaridan yana 500 kishiga mo'ljallangan yozgi namozgoh bor. Sokolni etaj ham bor ekan bundan tashqari, u ham 500 kishilik ekan. Yana ham namozxonlarimiz sig'masa, bu yer ham ochiladi, sokolni etaj va 1000 kishilik. Tashqaridan hisoblasak 1500 kishilik masjid bo'ladi xudo xolasa. Mana bundan kirish eshigi, girasiz. Namozxona. Mana ko'rib turganingizdek, masjidimizni hamkor me'mor arxitektura qurilish tashkiloti tayyorlagan arxitektura rejasini Buxoroda ekan bu yana. Shuni ham aytib o'taray, Buxoroliklar chizib bergan ekan. Masjidimizning arxitektura rejasi mukammal tuzilgan ekan. Ya'ni yana ko'rib turganingizdek, soliqida cheklanish bo'lgan, imkoniyati cheklanganlar uchun ham o'ylanib, hamma narsa eshiklar necha, signallar necha va ularni namoz o'qishi uchun alohida yo'laklar, unda ularga yordam bo'lish uchun tutqichlar ham hattoki rejalashtirib qo'yilgan ekan. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan ko'rdik rejalarni. Xudoga shukr. Rejalarimiz ham zo'rga turibdi. Bu rejam dim arxitekturniy rejam dim mukammal chiqdi. Endi sizni yana xalqimizga ichki murojaatlaringiz bo'lsa aytib o'ting. Xalqimizga aytib o'tadigan bo'lsam, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Shu tinchlikni mevasi deb o'ylayman men bu narsalarni. Albatta. Shu yurtimiz tinch, shu obod bo'lib borayotgandan bir nishona deb o'ylayman. Shuning uchun xalqimiz baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Neki murodlari bo'lsa murodlarini yetsinlar deymiz. Shu bir tan bir jon bo'lib, shu hamma shu yerga hozir qo'sh o'zini ozgina bo'lsa ham narsani qo'shib turibdi, hissasini qo'shaman deb yotibdi hammasi. Shular sog' bo'lsinlar. Shularni oilaviy nima deymiz, barakat kirsin oilasine. Nishatin deb durmasınlar. Hech qachon. Shu Alloh taolani hamma panohida bo'lib, Allohni rozichiligini olib yuraversin deymiz. Shu xalqimiz bir ekan, bir tan ekan, bir jon ekan, buning ishlar bitaveradi xudo xolosa. Yurtimizda, elimizda ko'p bo'lib,
Shuning uchun nima deymiz? Avvalambor Alloh taolodan xalqimizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Shularning borina shukr deymiz. Shu tez Xudoga tezroq shu masjidimizni bitkazib, xalqimizga oq yuzli, odil obro'li bo'lib topshirsak, shuni o'zi nima deymiz? Yaxshi gap. Shuni o'zi. Rahmat tilaklar uchun. Endi xalqimizdan so'raydigan narsamiz shu videolarga like bosib, kommentariyalarda o'z fikrlarini yozib, obuna bo'lib qo'yib, shu kanalni har doim bizani kuzatib borib, qurilish jarayonlarini sizlarga xudo xolasa kunma-kun yetkazib boramiz. Nima ishlab o'tiribdi, nima kerak. Shularni sizlar qo'llab-quvvatlab tursangizlar, biz xudo xolasa chiroyli etib sizlarga shu videolarni tayyorlab ko'rsatib boramiz. Endi hozir bugun 11-yanvar. 2-yanvarda ochilish marosimi bo'lib, birinchi qoziq qoqildi. 3-4-yanvarlardan qurilishlar jadal boshlandi. Hozir 11-yanvar, hozir ham bo'lib turibdi. Shu dadam aytganning tinch o'tirsa yurtimiz, xudo xolasa bunday qurilishlarni, bunday masjidlarni hali ko'psini qurish hammamizga nasib etadi. Endi shu tinchlikni qo'riqlab turgan vatan himoyachilarimiz ham bayrami 14-yanvar, hammasini tabriklab qolaman. Hammasi bizning vaqtimizda hech bo'shashmay yurtimizni himoya etib, qo'riqlab, tinchlikni zo'ratib, har doim himoyatib, saqlab turishlarini ularga kuch-quvvat tilab qolamiz. Sizlar bilan Qadar tili kanali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Har doim bizani qo'llab-quvvatlab, like va izohlar yozib turing. Hammaga rahmat.